Endi hozir Coviddan keyin ayniqsa hozir juda ko'p kuchaydi-ku bu kasalliklar. Agar shuni to'g'ri davolab oldini olmasak, 5-10 yildan keyin juda nogironlik ko'payib, melatonin degan gormon biz vaqtliroq uxlaganimizda ishlab chiqarilib, butun tanada moddalarni almashuvini me'yorga olib keladi. Organizm qizish hisobiga o'zidagi keraksiz sovuqliklarni, toksinlarni harakat bo'lganda, mushaklar, hujayralar bir ishqalanganda o'zidan chiqarib tashlaydi, qizitib. Agar bu kasallikni oldini olmasak, to'g'ri davolanmasdan, og'riq qoldiruvchi qilib yoki grija bo'lsa operatsiya qildirib, bunaqa qildiradigan bo'lsak, ma'lum muddatdan keyin bu kasallik yana qaytalab turib, bizni nogiron qilib qo'yadi. Bismillah. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sog'lom yashashligimiz uchun muhim bo'lgan qoidalar haqida suhbatlashmoqchimiz. Kasal bo'lishdan oldin kasallikni oldini olish kerak. Buning uchun qilinadigan tadbirlarimiz bor. Kimda bel og'rig'i, suyak kemirilishi, bo'g'im kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, bu video ayni sizlar uchun buni oldini olish, uy sharoitida nima qilsa yaxshi bo'lishligini tushuntirib bermoqchimiz. Birinchi bu kasallik kelib chiqishiga sabab bizni muzday narsalarni, mizoji sovuqli bo'lgan narsalarni muntazam ravishda ko'p iste'mol qilishimiz. Bunga oddiy suvni ham tana haroratimizdan sovuq bo'lgan holatda, muzday holatda ko'p iste'mol qilsak, bu oshqozonni, oshqozon usti bezi, hazm a'zolarini sovutadi. Shu bilan sekin butun tanaga tarqab ketadi bu sovuqlik. Ikkinchisi, energetik ichimliklar yoki rangli, gazli har xil ichimliklar. Bular tanamizga kerak bo'lgan, suyakka, tog'aylarga ozuqa bo'lgan vitaminlarni, kalsiylarni so'rib oladi. Ayniqsa mana shu kola degan narsa shunaqaki, bu o'sha ko'p kola ichgan odamning tishi ham to'kilib ketadi. Shu kalsiysi kamayib ketadi tanasida. Chunki bu ichimliklarni ichganda har doim sovuq holda ichish kerak, uni isitib ichib bo'lmaydi. Keyin shakari juda ko'p tarkibida. Rang beruvchi narsalar qo'shilgan, energetiklar ham shu. Shuning uchun bu narsalardan o'zinglarni ham, farzandlaringlarni ham ehtiyot qilib iste'molni to'xtatish kerak. Uchinchisi kam harakatlilik. Kam harakatlilik degani, masalan, uyda ko'p o'tirib, sport bilan shug'ullanmaydigan odamni tushunsak bo'ladi. Muntazam ravishda sport bilan shug'ullangan odamda organizm qizish hisobiga o'zidagi keraksiz sovuqliklarni, toksinlarni harakat bo'lganda, mushaklar, hujayralar bir ishqalanganda o'zidan chiqarib tashlaydi, qizitib. Sport. Va to'rtinchisi uyqu va bedorlik. Vaqtida yotish va vaqtida turish. Mana kechasi uxlamasdan, kechasi bilan televizor ko'rib boshqa qilib, saharga yaqin uxlaydigan odamlarda ham gormonlarning o'zgarishi ketadi. Melatonin degan gormon biz vaqtliroq uxlaganimizda ishlab chiqarilib, butun tanada moddalarni almashuvini me'yorga olib keladi. Shu jarayonlar uchun ham biz vaqtli uxlab, erta turishimiz kerak. Ayni sunnatga muvofiq turmush tarzi o'zi shunday bo'ladi. Shu maslahatlarga amal qilib, sovuq narsa iste'mol qilmasdan, ovqatni me'yorda yeb, ko'p yemasdan, yaxshilab chaynab yeydigan bo'lsak, bizda sog'lom yashashga bo'lgan intilishimiz biz sog'lom yashashimizga sabab bo'ladi. Mana shu ishlarni qilib, mana shu tadbirlarni qilib, muolaja olayotganlar tezroq natijaga chiqishadi. Biz ham kelganda parhezlarni tushuntiramiz, sovuqli narsalar yemang deymiz. Chunki biz ayni davolayotgan bo'g'im kasalliklari, grijalar bilan ko'pi sovuqlikdan kelib chiqadi. Agar bu kasallikni oldini olmasak, to'g'ri davolanmasdan, og'riq qoldiruvchi qilib yoki grija bo'lsa operatsiya qildirib, bunaqa qildiradigan bo'lsak, ma'lum muddatdan keyin bu kasallik yana qaytalab turib, bizni nogiron qilib qo'yadi. Ancha yil oldin kasallik chalinganlar keladi, shunaqa qilganlar hozir kunda ahvoli ancha og'ir. Kasallik kuchayib ketgan. Endi hozir Coviddan keyin ayniqsa hozir juda ko'p kuchaydi-ku bu kasalliklar. Agar shuni to'g'ri davolab oldini olmasak, 5-10 yildan keyin juda nogironlik ko'payib, sharoiti og'ir odamlarni miqdori ko'payib ketadi. Shuning uchun sog'lom yashashga, sog'lom turmush tarziga amal qilishinglarni so'rab qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Kimda qanaqa fikr bo'lsa, kommentariy yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar.